Shuning uchun biza farzandlarimizga dunyoni ham o'rgatish kerak. Dunyoda ham bir ilmsiz bir qola bo'lib qolmasin. Dunyo fanlarini ham, dunyoni ham o'rgatish kerak. Lekin shu dunyo fanlarini o'rganib, dunyoda bilimdon bo'lib keyin o'sha ilmini yomonlikka sarflamaslik uchun dinni o'rgatish kerak. Namozni o'rgatish kerak. Alloh taoloni haqqini o'rgatish kerak. Alloh taolo ertaga har bir ishida hisob kitob qiluvchi zot ekanligini, bu dunyo yashadi, o'ldi, ketdi emas, oxirat bor, savol javob dunyosi borligini, hisob kitob hali oldinda ekanligini o'rgatish kerak. Shunda hali o'rgangan dunyoviy bilimlarni yaxshilikka ishlatadi, shu xalqning manfaatiga ishlatadi bola. Farzandga dunyoviy ta'lim berish bilan birga eng muhimi bo'lgan Alloh taoloni tanitish, o'zini oxiratini, erta oxiratda hisob kitob borligi, bu dunyoda qilgan ishlar hisob kitobsiz birov ko'rsa ko'rmasa o'tib ketdi emas, balki ertaga qiyomatda Alloh taoloning huzurida albatta har bir qilingan ishda savol javob bor ekanligi, hisob kitob bor ekanligini eslatib turish kerak. Allohga xolis har bir ishni xo'ja ko'rsinga emas, balki Alloh uchun xolis qilishlikni o'rgatish kerak. Shunda quruvchi bo'lsa, qurayotgan narsasini ham shunday mustahkam, mukammal quradiki, bir xo'jayin, bir boshliqlarni bir yoki bir komissiyani qabul qilib olish uchun emas, shundan bir xalq keyin uzoq yillar foydalansa, shu ishim bilan bir savobga ega bo'lay, Alloh huzurida yuzim yorug' bo'lsin degan o'yda quradi. Bo'lmasa hozirgi deydiki, bugun qurib topshirsa, lentani kesib, ertaga yana o'shani qayta remont qilishlikka ketaveradi. Alloh tanimasa, Allohdan qo'rqmasa, shunaqa bo'ladi. Ajratilgan pulni 50% ishlatsa, 50% yevoradi. Allohdan qo'rqsa, unaqa bo'lmaydi. Shuning uchun farzandlarni Allohdan qo'rqadigan qilib ruhda tarbiyalash kerak. Bu tarbiyani farzandlar masjiddan olsin, masjiddan bezdirmaslik kerak. Maktab o'quvchilarini masjidga bormagin deb da'vatlarni qilmaslik kerak. Endi u paytda o'tib ketdi. Endi masjidda odob axloqni o'rgansin bolalar. Allohdan qo'rqadigan bo'lib ta'lim tarbiya olsin.